O'sha chiroyli yaxshidan ko'rsatib balandlaganlar uchun maxsus ko'rsatyapman bu videoni. Bizni YouTube'da kuzatib boradigan obunachilarimiz uchun bu maxsus video Instagramga, Telegramga qo'yilmaydi. Hozirgi videoda sizlar mana shunday zebra kasadan yangi bitta chiroyli pakrivalni divansiga solib sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Bu pakrival naborimizda e'tibor berib yaxshilab ko'rasizlar. Bitta pakrivali, ikkita nalchkasi, bitta mana shunday dekorativniy yostig'i bo'ladi. Ichida ortiqcha narsalar bo'lmaydi. Menga pakrivalni o'zi bo'lsin, qolgan pastellari, misol uchun ichida adyol chiqadigan variantlari bo'ladi. Unaqalar kerak emas. Mana chiroyli yaxshidan ko'rsatib balandlaganlar uchun maxsus ko'rsatyapman bu videoni. Yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Razmerlariga, kurjvalariga e'tibor berishlaring mumkin. Ancha katta chiqqan. Bu pakrivalimiz upakovka korobkalarini mana turishini ko'rsalaring bo'ladi. Anchagina katta, hozir videoda kichikroq ko'rinishi mumkin, lekin ancha gabariti bor buni. Mana ko'rish yaxshilab e'tibor berib qarasizlar. Bu zebra kasa turetskiy pakrival, modeli Florensa model. Mana ochilgan holati, yana ham e'tibor berib ko'rasizlar. Asha klassniy chiqqan pakrivalimiz. Razmerlarga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham katta ishlangan razmerlar.